nima qilyapsan? Nima qilding uni? Biz qachon bu obunachilarga ko'rsatamiz bu qo'ygan narsalarni? Ana kelyapti. Ha, hozir keladi. Ha. Sen keldingmi? Sen nimani kutib o'tiribsan? Sen buyni duosi kerakmi senga? Kutib o'tiraman. Faqat kutish kerak. Ha, yomg'irda seni mana shu qo'ygan narsalarni ko'raylik, obunachilarga ko'rsataylik. Besabr. Och. O'zim ochaman shekilli shuni ham. Shuncha narsalaring turibdi. Birortasini bir obunachilarga bermaysan. Mana shuni qo'yganlaring. Oshna bu sen qancha turishini bilasanmi? Qancha turish emas. Qanaqa qadri bo'lishi kerak? Buni qadri juda ham muhim. Bilasanmi nimaga? Qayerda svet o'chadimi, adirda bo'lasanmi, tog'da bo'lasanmi? Buni shunday ko'tarib borasan-da, men aytdim, bu panelni qaragin. To'kam kerak emas-da. Shuni to'kib ulab qo'yasan-da, tivolda choy qaynatasanmi, chirog'ingni ulasanmi? Eng muhimi nima bilasanmi? Instagramga kirish uchun nima kerak? Nima kerak? Telefon kerak, telefonni zaryad qildirasan. Mana uning kichkina bo'lmadi. Buni almashtiramiz. Obunachilarga ber, kattarog'idan ber. Bularning kichkina bo'lmayapti. Bularning shuncha skalatingga bular qo'y ber kattasidan. Bormi tifallarni qo'qoratib yuboradigan bormi? Olib kel shunaqalarni. Vaqiratoradi, shunaqasi bor. Bitta kattasini olib kelaman. Qani olib kel. Olib kel kattasini. Mana men senga olib ketyapman mana. Vo, mana shuni obunachilarga bersang yarashadi o'shini. Mana buni qara kichkinaligini. Bu ham chakana narsalar bermayapman. Ha, xo'p, mana bu kichkinasi haqida ma'lumot berchi. $140 turadi. 5 ta lampochka, bitta televizoring yoqib beradi. Mana bu $680 turadi. Ha, buning bitta uyda chiroqlarini yoqib beraveradi. Ha, mana o'zi $850 turadigan narsa. Buni nima xususiyati bor? Ha, buning chiroqlaring, televizoring, yana bir narsalarni yoqib yuborsa bo'ladi. Tifalda choy ham qaynatib beradi bu. Bu kattasi-chi, kattasini qiziqtir, kattasi haqida qiziq. Ha, kattasini mayli bu obunachilarga berib yuboraman mana shuni ham. Kattasi tifalda choyini qaynatadi, maslini pechkani yoqadi, aristonni ham yoqib yuboradi mana shu narsa. Bu shuncha ko'chada to'k kerak emasmi bunga? Ko'chada umuman to'k kerak bo'lmay qoladi. Voh. Mamsini yo'qati. Nima qilyapsan? Nima qilding uni? Obunachilarga bersang kattasini ber. Narxni sindiramiz endi. Butun O'zbekiston bo'ylab sindiramiz narxni. Bo'ldi, men berib yuboraman. Mana shu kattasini birinchi o'ringa mana shu kattasini qo'yaman. Birinchi o'ringa. Birinchi o'ringa kattasi qo'yiladi. Bo'lar-chi? Ikkinchi o'ringa 2 kilovatlik qo'yiladi. Uchinchi o'ringa 1 kilovatlik qo'yiladi. Mana shu uchalasini shuni berib yuboraman obunachilarimga. Shu teppa-tekinga berib tashlayman. Obunachilar bosmasanglar bo'lmaydi. Endi bu yoq rasa ham avjiga chiqib, juda ham qizib ketdi. Men bunaqa darajada bo'ladi deb o'ylamagandim.